20 ming odam va 140 ta davlat Fransiyaning janubida to'planishdi. Butun dunyo suv forumi ochilishi munosabati bilan. BMT bergan ma'lumotlarga ko'ra, sayyoramizda yashovchi har 10-chi inson toza suv yetishmasligidan azob chekadi. Bugun forumda Rachel ismi tez-tez jarangladi. Avtohalokatda halok bo'lgan AQShlik 9 yoshli qizchaning ismi. Bu qizchaning sharofati bilan chanqoqlik va epidemiyadan nobud bo'layotgan minglab inson yordamni qo'lga kiritishdi. Ushbu fotosuratda Rachel, u deyarli 9 yoshda va uning orzusi bor. O'zining 9-tug'ilgan kunini oldingi safargilardan umuman boshqacha qilib nishonlash. Uning shahri Seattle'ga leksiya bilan xayriya tashkilotining boshqaruvchisi keldi. U sahnada turib qanday uning tashkiloti kambag'al davlatlardagi suv yetishmovchiligi bilan kurashayotgani haqida so'zladi. Qayerdadir zalning qorong'u tarafida qattiq ta'sirlangan Rachel o'tirardi. U hayotida birinchi marta yuzlab chorasiz insonlar ko'lmak va botqoqliklardan chuvalchangli loyqa suv ichayotgani tasvirga tushirilgan kadrlarni ko'rishi edi. U har kuni 4,5 mingta bola dahshatli kasalliklardan faqatgina aynan shu suv sabab jon taslim qilishini bildi. Bu har kuni bolalar va qizchalar bilan to'la 10 ta ulkan samolyot halokatga uchrashiga teng edi. Rachel ularni qutqarishga qaror qiladi. Bizning tashkilotimiz o'ylab topgan yordam berish yo'llaridan biri bu tug'ilgan kunga pul sovg'a qilish. Ya'ni biz odatda o'zimizga atab uyushtiradigan tug'ilgan kunning o'rniga biz uni boshqalarga atab uyushtirishni taklif qilamiz. Onasining yordami bilan xayriya tashkilotining saytida Rachel o'z sahifasini yaratdi. U yerda uni bilgan barchadan uning tug'ilgan kuniga qo'g'irchoq va liboslarni sovg'a qilishni o'rniga bolalarga yordam uchun ehson qilishni so'radi va $300 yig'ishni xohlagandi. 15 ta odam toza suvni qo'lga kirita olishi uchun. Lekin sovg'a qilingan mablag' faqat 11 kishiga yetardi. Rachel juda ham tushkunlikka tushib qolgan. Tug'ilgan kun o'tdi. Uning sahifasi yopiq. Bir necha haftadan so'ng Amerikada yangilik yashin tezligida tarqaladi. Seattle'dagi shosseda 20 ta avtomobil to'qnashgan. Ulardan birida Rachel oilasi bilan edi. Men ayolning yoniga bordim. U qattiq qayg'uda. Bolalarga nimadir bo'lgan. Bu halokatga uchragan o'nlab odamlar tirik qoladi va faqat Rachel umurtqaning ko'p joyidan sinishi oqibatida reanimatsiyaga tushadi. Vrachlar taqdir oldida ojiz qolishadi. Rachel dam olish kunlari tashrif buyurgan cherkov halok bo'lgan qizcha haqqiga kelgan yuzlab odam ibodat qilyapti. O'shalmay qolgan bolalik orzusini ushalishi uchun ular xayriyachilardan Rachelning sahifasini qaytadan ochishni iltimos qilishadi. Tragediya haqida eshitib Scott Harris leksiyasi qachonlardir Rachelni ta'sirlantirgan aynan o'sha odam internetda qaytadan Rachelning sahifasini ochdi. Scott unga savollar bilan navbatda turgan Seattle'lik bu qizcha bilan hech qachon uchrashmadi. Navbat juda ham uzun edi. Qizchaning onasi esa shoshilardi. Endi Scott har kuni qanday Rachelning oxirgi istagi aks etgan sahifada g'alati hodisalar sodir bo'layotganini kuzatardi. Pullar daryo bo'lib oqardi. Kompaniya Rachelning butun cherkovi bo'ylab tarqaldi. Sanoqli kunlar davomida $100 ming dan ortiq mablag' to'plandi. Keyin esa bu butun Seattle'ga tarqalib ketdi. 300 ming, $400 ming. Keyin esa Scott nima bo'layotganini umuman tushunmay qoldi. Butun dunyo bo'ylab 10 minglab odamlar Rachelning sahifasida 10 minglab ta'sirli maktubni yozib qoldirishardi. Hodisalar aql bovar qilmas tarzda avj olib borardi. Turli davlatlardan bolalar yig'ib qo'ygan tangalarni olib, ota-onalardan Rachelning hisobiga o'tkazishni so'rashardi. Ota-onalar bo'lsa bu tangalarga o'zlarining qog'oz kupyuralarini qo'shmasdan qarab turishi olmasdi. Shunday qilib $1,200 ming to'plashga muvaffaq bo'lindi. Bu endi 15 kishiga emas, 60 ming kishiga yordam berishga yetardi. Farzandidan ayrilganiga ko'nikib ulgurmagan ayol tez-tez televizor ekranlarida paydo bo'lardi. Insonlarning saxiyligi uchun minnatdorchilik bildirish xohishi bilan. Bu vaqtga kelib allaqachon tomoshabinlar Rachelning nooddiy biografiyasi haqida bilishardi. Qanday u 2 marta sochlarini o'stirganini, keyin qirqib ularni rak bilan og'riyotgan bolalarga parik tayyorlashga berish uchun va qanday halokatda jon taslim qilganidan so'ng uning organlari boshqa odamning hayotini saqlab qolganini. Men bunday muhabbat va qo'llab-quvvatlashdan hayratda edim. Bu bir vaqtning o'zida tasvirlab bo'lmas hamdard, ham baxt edi. Rachelning ota-onasini stadionga taklif qilishadi va stadionda odamlar o'rnidan turib davomli olqishlar bilan ularni qarshi olishadi. Bilasizmi, biz Rachel vafotining 1 yilligiga nima qilamiz? Uning onasi bilan biz bir Afrika qishlog'idan boshqasiga tashrif buyuramiz. Rachelning sharofati bilan allaqachon suv bor joylarga va endi suv paydo bo'ladigan joylarga boramiz. Yig'ilgan 1,200 mingga 253 ta hududda quduq kavlab suv chiqarish mumkin.
Shunday qilib bir kichkina o'lim ulkan odamzodni qandaydir haqiqatdan ham muhim narsaga e'tibor qaratishga majbur qildi. Ushbu ajoyib rolikni tayyorlashda yordam bergan Voybu.uz kanaliga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Voybu.uz kanaliga o'tuvchi ссылканы rolik ostida qoldiraman. Kanalga o'tib baho berishni unutmang. Shuningdek, kanalimizga obuna bo'ling va like tugmasini bosing. Bizning harakatimiz mevasi siz bosgan like da mujassam. Ko'rishguncha xayr.